Operatsiya zali bu inson hayoti bilan o'lim o'rtasidagi nozik chegarani bog'lab turuvchi maydondir. Bu eshikdan kirganingizda tashqaridagi shovqin, stress, muammolar hammasi ortda qoladi. Bu yerda faqat bitta haqiqat bor. Bu ham bo'lsa hayotni saqlab qolish. Jarrohning eng og'ir yuklari bu jarrohlik asboblari emas, balki jarroh uchun eng og'ir yuk bu qaror qabul qilishdir. Bir qaror va birgina kesma bemorga hayotga qaytishga imkon yaratadi. Kimningdir oilasini qayg'udan xalos etadi. Shuning uchun operatsiya zali doim jim. Bu jimlik jarroh yelkasidagi mas'uliyat bilan vijdoni o'rtasidagi tinimsiz suhbatdir. Tashqaridagi bir daqiqa bu oddiy vaqt. Bu yerda esa u butun umrga teng. Bir tomchi qon, bitta nafas, hatto bir soniya qiymatsizlik tuyulishi mumkin. Lekin bu zalda ular bir insonni hayotini belgilaydi. Bu yerda xato qilishga haqqingiz yo'q. Chunki bemor sizga tanasini emas, balki butun hayotini ishonib topshiradi. Jarrohning sirini hamma ham bilavermaydi. U ham oddiy inson. U ham charchaydi, qo'rqadi, ba'zan ikkilanadi. Ammo operatsiya boshlanishi bilan undagi qo'rquv o'chadi. Uning o'rnini bilim, tajriba va mas'uliyat egallaydi. O'sha payt uni boshqaradigan narsa faqat bitta narsa. U ham bo'lsa, men bu hayotni saqlab qolishim kerak degan ichki ovozdir. Operatsiya zali mo'jiza sodir bo'ladigan joydek tuyuladi. Lekin aslida bu mo'jizalar tunlar davomida o'qish, minglab mashqlar, xatolar ustida ishlash va hech qachon taslim bo'lmaslik natijasi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, bu zaldagi har bir chiroq, har bir asbob, har bir qaror kimningdir hayotini saqlab qolish uchun kurashga otlangan jangchilardek qadrlanadi. Shifokorga bo'lgan hurmat bu ularning kiyib olgan oq xalatiga emas, balki yelkalaridagi og'ir mas'uliyatni tushunishdan boshlanadi. Shifokorlik mardlik, sabr va inson hayotiga bo'lgan cheksiz sadoqatni talab qiladigan kasb.